Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi kunda Sovet paytida bo'lgan narsalarni ham O'zbekistonda yangilik deb vahima qiladigan aqllilar ko'payib ketdi. Kecha ham bir akamiz videosini ko'rib qoldim. Butun O'zbekistondagi gazoblok qolip yig'uvchilarga vizov deb video qildilar. Suv quysa ham qolpimiz oqmaydi deb. Xo'p, biz xuddi mana ko'rib turganlar shu suv quysa ham umuman chiqaydi yonlaridan suv qo'yib yormaydigan qolipni 2020-yildan beri yasaymiz. Xo'p, endi hozir 2026-yilga kelib shunaqa qolip yasashni uddalabdilar. Shu bilan ham akani tabriklab qo'yamiz. Xo'p, operator mana ko'rsating. Suv quyganda ham hech qanaqa yonlaridan oqmasligini quruq joyga qo'yib ko'rsatib berganmiz. Hech qanaqa germetika, kraska yoki boshqa narsa bilan biz yonlarini yashirmaganmiz. Mana shaffof ko'rinib turibdi. İchlarida ham bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Hech qanaqa na kraska, na germetika alomati yo'q. Даже qo'ygan joyimizni ham ataylab spesial quruq joyga qo'yganmiz. Xo'p, endi shu qolipimizni narxiga keladigan bo'lsak, biz $300 demaymiz. Hammani o'zini insofi bilan $240 deb belgiladik shu qolipimizni narxini. Cheklanmagan miqdorda olib ketishinglar mumkin.